Assalomu alaykum aziz obunachilarim, YouTube foydalanuvchilari va bosh hisobchilar. Meni ismim Baxtiyor. Bugungi videoyim podkast shaklida bo'ladi. Obunachilarga, ya'ni shu buxgalteriya yo'nalishida Uzazbo 2 dasturi bo'yicha gruppamdagi foydalanuvchilarga va'da qilgan edim. Shu hisobot shaklini bo'yicha video qilishim kerak edi. Ozgina mazam bo'lmasdan qilolmadim. Bugun o'tirib shu nima deydi, Uzazbo dasturiga 25-yilda dasturga kiritilgan o'zgarishlar, shuningdek, misol bitta tashkilotda hisob raqamlari o'zgarganda qilinadigan ishlar, iznos bilan bog'liq muammolar, shular haqida bitta tashkilot kesimida shu noldan boshlab haligi balans tasdiqlangungacha, hisoboti tasdiqlangungacha qilingan ishlar haqida gapirib o'taman. Bu yerda bu videoda shularni kiritilib, yuritilgan narsalarni sizlarga izohlab beraman. Unda boshladik. Tashkilotga kirdik. Xo'p, bu tashkilotda aslida shaxsiy g'azna hisob raqamlari o'zgargan yilni boshidan. Bu nima qilish kerak? Nimadan boshlash kerak? Birinchi o'rinda e'tiborliroq bo'lasizlar. Iloji bo'lsa choy damlab olib kuzatinglar, chunki videomiz ozgina uzoqroq bo'ladi. Agar videoni o'tkazib yuborsanglar tushunmay qolishinglar mumkin. Men hamma narsani boshidan, shu qilingan ishlarni boshidan aytib o'taman, izohlayman. Bunga men kiritib, balansigacha, topshirishgacha hamma ishni qilib bo'ldim. Sababi shu video qilish uchun sizlarga. Mana ko'p foydalanuvchilarimiz, shu yangi o'rganayotgan buxgalterlar ko'p narsani videoda qilingan bo'lsa ham yana qayta so'rayapti. Iltimos sizlardan e'tiborliroq qilib, vaqtinglarda shu nima deydi, qizg'anmasdan videoni oxirigacha ko'rsanglar, ko'p narsa tushunasizlar. Albatta, sabrli bo'lsanglar yana ham ko'p narsa tushunasiz. Xo'p, men tashkilotga kirdim, profiliga. Birinchi o'rinda nima qilamiz? Birinchi o'rinda tashkilotni 1-yanvar holatiga qayta hisoblash, asosiy vositalar qayta hisoblashini beramiz, provodkasini. Buning uchun dokumentda основной учет средств va оператsionka средств. Mana ko'rsanglar, shu yerda mana turibdi. Agar sizlarda yo'q bo'lsa, plus tugmasi, ya'ni yaratish tugmasini bosib turib, shu yerda o'zingizlar nimani yo'nalish tanlab turib berasizlar, bo'ldi. Chiqqandan keyin shu просто проведен qilsanglar, sizlarda asosiy vositalarni qayta iznosi bilan qayta baholab beradi. Bo'ldi. Birinchi shundan boshlaymiz. Endi mana Uzazbo 2 dasturida 25-yildan ko'p o'zgarishlar kiritildi. Mana hisobotlar litsevoylar kesimida bo'ldi. Keyin balansda, subshotlarda minus qoldiqlar berilishi olinib tashlandi. Shuning uchun asosiy shu balansda ikkita holatda subshotlarda qoldiqlar chiqishi mumkin. Birinchisi iznos bilan bog'liq holatlar va ikkinchisi, asosiysi 285-shaklda debitlar shaxsiy g'azna hisob raqamlari bo'yicha tengmasligidan kelib chiqadi. Xo'p, bu ikkinchi narsa videomiz oxirida bo'ladi. Birinchisi asosiy va juda shu trenddagi xatodan boshlaymiz. Mana hozir men ko'rsataman, nima qilasizlar buning uchun. Buning uchun отчетga kirib, учет основной средства kirasizlar. Mana bu yerda ведомость iznos bor. Bersanglar, sizlarga hozir mana nima deydi, shu sizlarning asosiy vositalaringizni eskirishini qaysi turgan sanaga shakllantirib beradi. Endi bu yerdan biz 01/01/24-yil 31/12/24-yilni belgilaymiz. Qarang, birinchi operatsiyankadan keyin albatta shundan o'ting. Mana ma'lumotlarni обновить qilyapti dasturdan. Bo'ldi, endi pechatga olamiz. Pechatga olinglar. Xo'p, internetim sal sekinroq ishlayapti, shuning uchun kutib nima qilamiz. Mana iznosni olgandan keyin ma'lumotni o'rganamiz. Mana bu tashkilot iznosi qanaqa ekan, filtr qo'yamiz. Oxiriga o'tsak, mana остаток стоимость, ya'ni asosiy vositalar qoldig'i degan yer bor. Shu yerda filtrda bir bossak, mana ko'ryapsizlarmi, minusdan shuncha asosiy vosita. Misol sizlarda bitta 10 ta bo'lishi mumkin. Faqat shu minuslilarni belgilab olinglar. Men уже qilib bo'lganman, просто sizlar uchun. Mana belgiladik, mana 0.1 gacha belgiladik. Mana qarasanglar, уже mana nimasi, уровени уже 100% dan ortiqcha ko'rsatyapti. Agar bu qoldiqlarni to'g'rilamasanglar, balansinglar проведен bo'lmaydi. Ko'pchilik mana dasturda o'zgartirishlar kiritildi. Boshida hamma o'zicha ishladi. Misol men ham sizlarga boshida bunaqa qilinglar dedim. Tuzatish provodkalar kiritinglar dedim. Bu tuzatish provodga kiritmanglar, o'zingizlarni vaqtinglarni ketkizib. Buning uchun nima qilasizlar? Dasturga kirasizlar.
mana dasturda shu yaqin 10 kunda bitta yangilik chiqdi iznos bilan. Mana shuni ochaman. Mana o'qiymiz. Asosiy vositalarni eskirish, iznos summasi qoldiq, ya'ni остаток стоимость. Ya'ni mana shu qator, mana shu qator deyapti uni. Mana shu qator deyapti. Qiymatdan oshib ketgan nima qilish kerak deyapti. Birinchisi deyapti. Asosiy vositaning qonunda belgilangan boshqa proche ustanov zakonodательство tanlab ro'yxatdan chiqariladi deyapti. Xo'p, bu nima? Bu qayerdan qilinadi? Dasturga kiramiz, dokumentga kiramiz. Mana shu yerda основной учет основных средств kirsa, списание degan bo'lim bor. Ya'ni списание bo'lsa, kirsangiz, mana qarasangiz, mana men kiritganman. Mana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ta, mana shu 10 ta moddiy javobgar shaxsi bo'limlarda bo'lgan. Xo'p, oddiy misol mana ko'ramiz. Olaylik, bu yerda iznosda nima yo'q, nima deydi? Qaysi bo'lim moddiy javobgar shaxs yo'q. Yana bitta nimani ochib olib turib, uzaz bo'ldi. Endi shu yerdan отчётdan оборотный ведомость nimani ochamiz. Endi buni 01 01 25 02 01 25 ga bersangiz ham bo'laveradi. Chunki biz уже ma'da yil boshiga qoldirdi, o'sha iznos bilan bog'liq muammoli nimalarni ajratib oldik. Ya'ni qayta baholashdan oldin pechatga bosamiz, asosiy vositaning oborotkasini ko'chirdi, ochdik. Ochganimizdan keyin mana iznos bilan bog'liq muammoli asosiy vosita bor. Mana shu inventar raqamli. Endi bu inventar raqam qaysi moddiy javobgar shaxs va bo'limda turganini aniqlaymiz. Qarasak, mana Oxunova Feruzaxon Abdulaziz qizida ekan. Mana shu xodimni moddiy javobgar shaxsni men уже kiritganman. Списание o'saga. Mana misol qo'yib turib bersak, mana chiqadi. Mana turibdi. Xo'p, mana ochsak, bu yerda yana bu dasturchilar nima qilgan? Oldin bu ma'lumot chiqishdan oldin nimadir asosiy vositalarni списание qilaman desangiz, misol boshqa bunda tekshirilmagan edi, lekin boshqa hali просто nima deydi, likvidatsiya qilib, списание qilib yoki boshqada qilsangiz, shu asosiy vositangizni iznosi minusdan bo'lsa olmas edi. Lekin bunda hozir u minus bo'ladimi, nima bo'ladimi farqi yo'q. Dastur buni ro'yxatdan chiqarib beryapti. Mana o'tib turib, shu mana bu yerda kamera garachi для крови degan nima? Kamera. Shu asosiy vosita. Bunday qarasak, mana turibdi. 1.7si. Mana 1.7 mana. Ko'ryapsizmi? Bu yerda dastur aytyapti. Mana summa, mana o'qisak, summa 411 ming, lekin ранее начисленный износ 447 ming. Sizlar ham hamma shu bog'liq muammoda, ya'ni iznos bilan bog'liq muammodagi asosiy vositalarni birinchi o'rinda ro'yxatini tuzinglar. Mana shu men hozir mana bitta oddiy qilib Excelda qildim. Misol bu yerda 50 tachamidiki, hozir eslolmayman. Mana hop 47 ta ekan. Mana 47 tacha bor. Asosiy vositasida muammosi bor ekan. Shu 47 tani hammasini списание qilasizlar. Buning uchun sizlarga tushuntiraman. Plus tugmani bosasizlar. 2 yanvar bilan qilsanglar bo'laveradi. Kiritasizlar. Mana bu yerda yozyapti mana. Proche установленные законодательства, ya'ni mana boshqa qonunda belgilangan holatlar demoqchi. Shuni tanlaysizlar. Hop, kontragentga nima tanlaysizlar desa, mana yozyapti 9 ta 0. Shuni yozasizlar mana. Sizlar mana chiqdi. Tashqi davlatlardan beg'araz berilgan shu nima o'z dasturda o'zi ular kiritgan bo'lsa kerak, shuni tersanglar chiqadi. Endi отделga mana sizlarda turibdi. Xo'p, klinik va biolog laboratoriya bo'limda ekan. Mana tanladinglar. Mana chiqdi. Tanlaysizlar. Bu yerda moddiy javobgarni tanlaysizlar, chiqadi. Nimagadir misol mana men yozdim asosiy vositalarni iznosini to'g'irlash uchun. Mana yozdim to'g'irlash uchun. Endi provodga beramiz. Qarang, bu yerda budjet turibdi, ko'ryapsizlarmi? Mana yozasizlar. Mana subshot. Shunga e'tibor beringlar. Subshotni tanlaysizlar, ya'ni уже bu debiti, bu iznosda. Mana bu yerda bu budjetniki. Ko'ryapsizlar, bu milliy budjet bo'lgani uchun oldiga 981 deb bosamiz. Mana shuni tanlasanglar chiqadi. Bu yerda уже avtomat misol shu yangi litsey ochilganlar yoki ochilmaganlar ham bo'lsa, misol yangi ochilganlar bo'lsa, shu eski shaxsiy g'azna hisob raqamida birinchi bu amallarni bajaradi. Keyin oxirida hamma narsa to'g'irlangandan keyin eskidan yangiga o'tkazamiz. Buni hozir keyinroq gaplashaman, aytaman. Mana tanlaymiz shotni. Tanlaganimizdan keyin misol asosiy vositalar ro'yxati chiqadi. Mana shuni tanlaysiz, misol asosiy vositasini tanlaysizda, misol berasiz, chiqadi. Mana chiqdi. Endi bu yerda qarang, bu yerda уже to'g'irlangan.
Mana endi bu yerda уже to'g'rilanganicha to'g'ri chiqadi. Mana chiqdi ko'rdingizmi? Shu tanlaysiz. Shu hamma shu asosiy vositalaringizni, shu haligi muammosi borlarni hammasini xuddi shu litsevoyga, ya'ni shaxsiy g'azni hisob raqamida litsevoyga qarab turib, shuni moliyaviy natijasini belgilab va asosiy vositani subshyotini belgilab turib, shu hamma narsani, hamma asosiy vositangizni birinchi spisaniya qilasiz. Spisaniya qilib bo'lganingizdan keyin tasdiqlaysiz. Va tasdiqlaganingizdan keyin bundan keyin nima qilamiz? Mana bundan keyin yozyapti. Asosiy vosita qonunda belgilangan boshqa proche, ya'ni shu qonunda boshqa belgilangan holatlarni tanlab, yana kirim qilamiz deyapti. Mana oddiy misol, hozir buni o'chirib yuboribman. Mana oxuni u yerda turibdi mana. Misol 10.415. Mana endi bu qayerdan kiritamiz kirim qilishda? Yana xuddi bu hamma biladi, buni aytish ham shart emas. Dokument учет основных средств поступления o'sa. Kirsak, bunga oldin уже kiritilgan. Mana buniki. Po familiyani bu yerda emas, bu yerda familiyasini o'zini yozishingiz kerak. Keyin chiqadi. Oxunova desangiz, mana ko'ryapsiz. Spisaniya qildingiz, summasi 10.415.608.71. 10.415.608.71. Bir xil bo'lishi kerak shu bilan. Faqat mana buni ichiga kiritamiz. Endi mana iznosga o'tganimizda misol bu yerda nimasi balans stoymosti 62.000 edi. 62.383 so'm desangiz, mana 64.567 so'm desak, iznos summasi ham shu bo'ladi. Chunki uje bu sizda 100% iznos bo'lgan. Lekin 1-yanvar holatiga bu yerda iznos summasi oshib ketgan edi. Buni spisaniya qilib chiqarib yubordik. Yana qayta kiritganda shu balans stoymost bilan iznos summasini bir xillashtiramizda, birinchi tomonida summa 0 bo'ladi. Hech narsa summa qo'ymaysizlar. Faqat shu asosiy vositani tanlaysizlar. Asosiy vositani tanlaganinglarda ham mana oddiy mana kiritamiz. Mana misol spisaniya qildik, deylik mana qani Vadenaya Banya. Mana shu asosiy vosita nimasi? Invertor raqami. Spisaniya qilganingizdan keyin xuddi shuni o'zini yana shu invertor raqamni tanlab turib, yana qayta kirim qilishingiz mumkin. Yana boshqatdan siz asosiy vositani yaratib, buni qilib yurmang. Vaqtingizni ketkizib. Mana bu yerda qaraysiz, mana 411.797 so'm 42 tiyinida, 447 so'm, 447.000 iznos edi, to'g'rimi? Oshib ketgan edi. Endi qayta kiritganda mana 411.797 so'm, iznosi ham 411.797 so'm qilib kirimga olasiz. Kirim qilganingizdan keyin providion qilasiz shuni. Providion qilsangiz, uje sizda dasturda avtomat iznos summangiz, ya'ni bu iznos bilan bog'liq, mana minus bilan bog'liq shu asosiy vosita to'g'rilanadi, yo'qoladi iznos. Bu mana uje qilingan, uje bu 100% tekshirilgan. Mana shu bilan mana ko'ringlar, ya'ni har bittasini nima deydi? Mana spisaniya qilgan summangiz bilan kirim qilayotgan summangiz bir xil bo'lishi kerak. Mana 10.415, 10.415.608. Spisaniyada ham shu, anaga kirimda ham shu summa bo'lishi kerak. Endi ikkinchi etapga o'tamiz. Shun bilan iznos bilan bog'liq muammo yo'qoladi. Siz o'zingizcha ispravительный проводка qilib berib yurmang. Yana shunaqa bu iznos bilan bog'liq narsa yana sizda bo'lishi mumkin. Buni ham kanalda yozishyapti ko'pchilik. Misol, oddiy misol mana o'taylik. Hozir mana shunga kelyapti. O'taylik. Shu mana invertor raqami. Shu invertor raqam misol ikkita shaxsiy g'azna hisob raqamida bo'lib qolishi mumkin. Lekin iznos to'g'ri bo'lishi mumkin. Lekin mana bu invertor raqam ikkita SHVda bo'lib qolsa, uni ham spisaniya qilib, xuddi shu qonun proche установленный законодательство tanlab turib, nimasiga, nima deydi, tipiga spisaniya qilib yuboring. Faqat поступление qilayotganingizda bitta SHVga kirim qiling. Bo'ldi. Shun bilan buningiz ham to'g'rilanadi. Uni ham alohida nima qilib yurmang, nima deydi, tuzatish provodka qilib yurmang. Spisaniya qilib yuboring. Kirimga qilayotganda to'g'ri kirimga oling. Shunda bunda ham kirim qilayotganda asosiy vositani iznos summasini o'rganing. Misol bu yerda kirsangiz, misol iznos bu tashkilot unaqa yo'q-ku, misol sizda chiqishi mumkin. Shu asosiy vositani tanlasangiz, shu iznos summa ikkita SHVda bo'ladi, misol. Ikkita SHVda bo'ladi. Shu ikki SHVdagi summani qo'shib turib, o'sha iznos summaga, ya'ni kirim qilayotgandagi ana kirim qilayotgan yerdagi oldingi iznos summasiga 2 SHVdagini qo'yib, lekin SHV bittasiga o'tkazib oling. Bunda ham analizda chiqmaydi 100%. Xo'p, endi keyingi etap, o'sha bu yangi ochilgan
hozirgacha gapirganim bu hammaga tegishli. Ya'ni hamma shu buxgalteriya uchot yuritayotganlar tegishli. Endi bu yog'iga keyingi gapiradigan, izoh beradigan narsam, yildi boshida bitta SHXVdan ikkinchi SHXVga, shu yangi SHXVga o'tganda asosiy vositalarda ko'chirishga taalluqli tashkilotlar uchun. Xo'p, endi nima qilamiz? Shu hamma narsani olib bo'ldik, o'tkazib bo'ldik, iznos to'g'irlab bo'ldik. Iznos bilan bog'liq hamma narsamiz iznos bilan bog'liq muammo to'g'irlab bo'ldik. Endi yangi shaxsiy g'azna hisob raqamiga o'tkazishdan oldin yana biz shu оборотный ведомости nimanikini, asosiy vositanikini o'rganamiz. Qani deymiz. Mana hozir ochganman, mana ikkinchi kunga. Misol mana belgilasak shu yerda. Mana qarang, Excel'da shunaqa zo'r nima bor, условия форматирования, повторяющие значения desangiz, misol, mana sizga shu mana bu bitta inventar raqamni shu 2 marta qatnashganini yoki ya'ni bir xil sonlarda 2 marta yoki undan ortiq qatnashganini sizga ajratib beradi. Mana qarasangiz, Po'lat va Feruza omborchi ko'ryapsiz-a? Endi bu yerda hozir bu nima deydi? Yangidan eskiga o'tgani uchun ikkita chiqyapti. Shuning uchun bu hisobotni ham siz to'g'ri chiqarishingiz uchun отчетda asosiy vositalarni ro'yxatini 1-yanvar bilan 31-dekabr 1-yanvar 24-yil bilan 31-dekabr 24-yilgacha bo'lgan davrda, ya'ni shu o'tgan davringizni holatiga torting. Endi bu yerda hozir bu yerda chiqayotgan sababi уже bu tashkilotda hamma narsa yurib to'g'irlab, balans qilib bo'lgani uchun sizga shu eski davrda olyapman. Siz ham eski davr 31-dekabr holatiga oling. Mana tortdik ma'lumot. Mana endi shundan tekshiramiz. Mana pastga bersak, Excel'da mana повторяющий значениeni bossak, mana bizga hozir ko'rsatadi. Mana qarasak, xo'p, mana bu 01 10 60lik oxir 60 10 60 bilan tugaydigan shu nima inventar raqamli asosiy vosita bor ekan. Mana buni ko'rsangiz, xo'p, nima ekan bu? Xo'p, mana jaluzi parda mana bitta asosiy vosita 1 2 3 4 5 6 ta odamda bor ekan. 6 ta odamda bor ekan. Buni hammasini bitta moddiy javobgar shaxsga to'playsiz. Bu yerda ham bitta ko'pchilik tushunmayapti. Secret joy bor. Buni hozir bunda emas, boshqasini tekshiraylik. Bunda hammasida soni bor ekan. Hozir men soni yo'g'i ham bor. Xo'p, hozir soni yo'g'ini topaylik-da bitta. Hop, ochilsin. Mendan filtrdan topib olamiz. Mana soni yo'q mana. Shu 0152 ni ikkita qatnashgan, lekin bittasida son yo'q. Mana qarasangiz, tumbichka bilyarda degan tumbichka bilyardmi bilmayman, shu asosiy vositasi mana ko'rsangiz ikkita nima deydi, moddiy javobgar shaxsda va ikki xil bo'limda turibdi. Lekin buni borsangiz, bittasida soni yo'q, bittasida soni bor. Ko'p buxgalterlar nima qilyapti? Srazi shunga, mana shu bo'limga shu moddiy javobgar shaxsni tuzatish provodkaga berib, sonini bir qo'yib olyapti, o'tkazaman deb. Lekin bu noto'g'ri. Buxgalterlar, bu noto'g'ri. Bu yerda shu bitta asosiy vositani jamlaymiz. Jamlayotganda biz Farhoddan Feruzaga o'tkazishimiz kerak. Feruzadan Farhodga o'tkazsak ham o'tmaydi, chunki bersak bu yerda soni yo'q chiqadi. Lekin Farhoddan Feruzaga o'tkazsak o'tadi. Mana xuddi shu ish qilingan. Buning uchun dasturda dokument учет основных средств перемещения OSA, sizlar qirg'izcha qilib aytganda. Xo'p, mana bu yerdan berilgan. Mana shu qarang, yangi eskidan yangi o'tkazishdan oldin mana hamma narsa mana jamlanmoqda deb yozganman. Uzr, juda shamollaganman. Gapim nima yarimta chiqayotgan bo'lsa, to'g'ri tushunasizlar. Mana bersak, mana jamlanmoqda deb yozyapman. Ya'ni Po'lat va Feruzaga mana Barat Farhoddan o'tyapti. Mana Barat Farhoddan uni qarasangiz, mana bitta son o'tyapti. Shu o'tgandan keyin bu ikkosini jami plus 81 bo'lib turib bitta bo'lib Po'lat va Feruzada bo'lyapti. Mana keyin Po'lat va Feruzadan keyin o'ziga yangi hisob raqamiga o'tkazyapmiz. Xo'p, qaysi ekan? Ombor ekanmi? Mana ombor, mana ombor. Mana qilsangiz, ombordan mana o'sha o'tyapti-da, bu yerda pastroqda qad ekan, bu yerda ko'p ekan. Xo'p, buning uchun bunday ochib olsanglar, topishga ham oson. Pechatga bersak, mana pechatda ochyapmiz, tortib olgan narsa. Mana qarasanglar, filtr qo'yamiz. Mana mana shu asosiy vosita, mana
o'zidan yangi shaxsiy g'azna hisob raqamiga asosiy vositani o'tkazyapmiz. Mana soni bitta bo'lib 87 ming so'mda o'tyapti. Kimdir uje siz bu yerda bu o'tmayapti ekan deb turib, mana bu misol nima deydi, Polatovadan Farhodga o'tkazaman deb haligi nima deydi, permisheniya bersangiz, dastur olmasa buni soni yo'q ekan deb son qo'yib qo'ysangiz, ertaga sizda mana bu bir soni 2 bo'lib qoladi. Bu noto'g'ri bo'ladi. O'zi aslida sizda bitta faqat ikkitaga bo'lgani uchun dastur buni summasini bo'lib tashagan. Eski dasturda shu qanaqadir nimadir yuritilgan. Endi shuni bittasiga jamlasangiz, mana jamlangan tumbichka shu mana bittaga o'tdi. O'zi keyin bundan keyin aslida bu tumbichka misol kimda turibdi, misol o'quv bo'limida turibdimi, omborchida turibdimi? Omborchida turishi qiyin, chunki omborda misol bu tumbichka turmaydi, bu ishlatishga beradi. O'zi aslida bu o'quv bo'limida bo'lishi kerak. Shu yangi shaxsiy g'azna hisob raqamiga asosiy vositani o'tkazganingizdan keyin yangidan keyin Baratov Farhodga o'tkazib berasiz. Keyin shu omborchida ostatga yo'qoladi. Bo'ldi. Sizlar men shu dasturda tezroq bir nimani qilib, o'zingizlarcha bir tuzatish provodga berishdan oldin buni o'rganinglar. Nima bo'lgan bu? Tushundinglar-a? 31-dekabrga nimani asosiy vositalar ro'yxatini oborotkasini tortasizlar. Bu yerda hozir rosa ko'p bo'lgani uchun mana kompyuter ham qiynalyapti. Mana hammasini belgilaysizlar. Mana bu hozir hamma nima deydi, Excelda bor. Shuni tanlab turib повторяющий значение desanglar, shu bir xillik invertor raqamdagi asosiy vositalarni sizga ajratib beradi. Mana ajratib bergandan keyin shuni hammasini jamlaysizlar. Misol mana oddiy mana hali boshida aytdik, misol jaluzi parda. Mana 5 ta odamda dedik. Shu bitta narsa mana 1 2 3 4 5 6 tami? Shu 6 ta odamdan 5 tasidagini bitta odamga jamlaysizlar. Bu yerda agar misol hammasida soni bo'lsa farqi yo'q, kimga jamlaysizlar. Feruzaga, omborchiga bo'lsa, misol o'quv-xonadagi mana Saidaxondan beraverasizlar. Bundan ham shu Feruzaxonga beraverasizlar. Bundan ham bunga beraverasizlar. Shu hammasini Feruzaga jamlaganinglardan keyin mana soni necha bo'lyapti? 100 ta bo'lib, summasi misol 26 million bo'lib bitta shu Feruzaga o'ziga o'tadi. Keyin yangi shaxsiy g'azna hisob raqamiga asosiy vositani o'tkazganingizdan keyin qaytadan omborchidan bu yerda bu shaxsiy g'azna hisob raqami eski, o'sha yangiga o'tganingizda yangidan shu yana shularga qaytarib, shu sonlarda hammasiga qaytarib o'tkazib berasiz. Permisheniya qilib berasiz. Bu muammo emas. Xo'p, yana bitta narsa bor. Aytishda, esimdan chiqibdi. Mana iznos to'g'rilaymiz deb ikkinchi nimani, ya'ni kirim qilishda o'sha eski shaxsiy g'azna hisob raqamiga emas, o'sha yangi shaxsiy g'azna hisob raqamiga ham kirim qilsanglar bo'laveradi. Agar kimdir yangi shaxsiy g'azna hisob raqami o'zgarmagan, hammasi eski bo'lsa, shu o'zini nimasi bo'ladi, hisob raqami bo'ladi. Agar yangi yilda yangi shaxsiy g'azna hisob raqamiga o'zgargan tashkilot bo'lsa, o'sha birinchisi eskidan chiqib, eski SHXVdan chiqib, kirimga olayotganda yangiga olib qo'ysa, buni permisheniya qilib yurmaydi. Mana sizlarga yana bitta nima deydi, ishinglarni yengillashtirish uchun lifehack. Bo'ldi, shu bilan qabul qilayotganinglarda shu yangi shaxsiy g'azna hisob raqamni tanlayverasizlar. Mana ko'rsanglar, qani bu spisaniyasi, mana spisaniya qilinganda, mana eskidan spisaniya qilingan. Xo'p, endi mana kirimida sizlarga detalni ko'rsatyapman. Mana kirimida mana o'sha 50.001 ga kirim qilingan. Xo'p, kirim qilinganda provodga, mana shu provodga bo'ladi, faqat tepasidagi shu bo'ladi, 72.072 buyog'i moliyaviy natijasi bo'ladi. 280, 81, 82, 83 o'zingizga qaysi bo'lsa shu tanlaysiz. Agar bo'lsa buni nimalarini ham shu yerda qayerdadir yozib beraman, nima deydi? Provodkalarini. Bu birinchi tomonni ham, ikkinchi tomonni ham. Xo'p, bo'ldi. Yangi shaxsiy g'azna hisob raqamiga asosiy vositalarni o'tkazishdan oldin shu bitta asosiy vosita 2-3 ta nimada bo'lsa, nima deydi, moddiy javobgar shaxs yoki bo'limda bo'lsa, ularni hammasi mana jamlaysiz. Shu bitta odamga jamlab turib, shu bitta odamdan keyin yangi shaxsiy g'azna hisob raqamiga o'tkazib, keyin unda yana eski
haqiqiy kimda turgan bo'lsa, moddiy javobgarlarga yangi SHXVdan yana qaytarib o'ziga o'tkazib berasiz. Bo'ldi, tushunarligi. Mana ko'rsangiz, mana birinchi jamlaysiz, yana qaytaryapman, jamlaysiz. Jamlab olganingizdan keyin mana buni hisob raqam yangi, kredit tomon eski. Bu haqida video qilganda endi uni o'chirib yuboraman. Xo'p, yangi bilan shu permissioniyani ham gapirib o'taman o'tkazishda. Xo'p, qanday yangidan eskidan yangiga o'tkazamiz? Plusni bosamiz. Shu yerda qanaqadir misol provodkani tanlaymiz. Misol tanlaylik. Debitor tomonga yangi shaxsiy hisob raqam, kreditor tomonga eski shaxsiy hisob raqam tanlaysiz, bo'ldi. Asosiy vositani belgilaysiz, o'tadi, bo'ldi. Сохранить dezasiz, провести'ni bosasiz, bo'ldi. Проведен bo'lgandan keyin eskidan yangiga o'tdi avtomat. Xo'p, bu etapni qilib bo'lganimizdan keyin уже TMZga kelamiz. TMZlarda misol bu tashkilotda yo'q, ko'p tashkilotlarda TMZlarda minuslari bor ekan. Endi u minusli TMZlarni yangi shaxsiy g'azna hisob raqamiga o'tkazmay turaveringlar. U qolib ketaversin, shu amaldagi borini yangiga o'tkazaveringlar. Baribir minusdagi bor narsani siz spisaniya qila olmaysiz ham, shu turadi. Agar ushbu holat men tekshirmadim, lekin tekshirib ko'rish kerak. Xuddi shu narsa misol TMZda qilsa nima bo'ladi? Ya'ni tovar mana nimasida, spisaniyasida bu kiritmani prosta kiritib ko'rish kerak. Mana bu yerda ham xo'p, mana qonunda boshqa hollarda degan tanlab turib, misol bu yerda ham shu minuslikda spisaniya qilishda ilojisi bo'lsa, tekshirib ko'rib buni ham aytib o'raman. Iloji bo'lsa, uni ham shunday yechib turib, ya'ni kirim qilayotganda xuddi shu holatda kirim qilib olsanglar, bu ham to'g'rilanishi mumkin. Lekin men buni tekshirmadim. Xo'p, endi mana TMZlarda ham qanday olib o'tamiz nimaga? Yangi shaxsiy g'azna hisob raqamiga. Mana o'tsak, bunda 4 ta holatda bor. Keyin bu yerda yana haligi budjetdan nima, nibalansoviy TMZlar ham bor. Ularni qanday olamiz? Nibalansoviy. Mana ko'rsanglar 8-10. Provodkada misol 10 tanlasanglar, 10 yozsanglar, mana 8, 10, 10, 12 misol chiqadi-da. Shu o'zingizlar qaysi biringlarda bo'lsa, shuni bosasizlar. Xuddi shu mana asosiy vositaga o'xshab turib, debitor tomonga yangisini, kreditor tomonga eskisini qilasizlar. Mana 8, ya'ni nibalansoviy счётdagi mana shu TMZlarda o'tkazilgan mana 8/10 dagi. Debitor tomonda yangi, kreditor tomonda eski SHXV. Shu bilan mana o'tdi. Bu yerda boshqa narsa, u qiyin narsa yo'q. Xo'p, keyingisi medikamentlar ham shunda. Misol keyin bu yerda nima bor edi? Bunda ko'miri bor edi. Mana ko'mirini ham permisheniya qilganmiz. Yangi bilan eskiga. Xuddi shu asosiy vositaga o'xshatib turib, subshot tanlaysiz. Misol qaysi shot 0064 bo'lsa 0064 yoki shu mana subshotda 161 330 ko'mir bo'lsa, mana shunda turibdi. Tanlaysiz, yangi SHXV, eski SHXV. Bo'ldi, o'zi avtomat chiqadi. Ma'dan TMZ tanlasangiz shu o'tadi. Chiqqandan keyin сохранить qilib, проведен qilasiz, o'tdi. Xo'p, keyingi bu ishlarni qilingandan keyin nima qilamiz? Xo'p, mana bu yerda o'tsak, отчёtda mana 285-forma bor. Bu zo'r forma. Bu ya'ni shu buxgalteriyani ekranida bu. Buni ham mana misol 24-yilda to'liq tortib olamiz. Sizlarga prosta ma'lumot uchun. Bo'ldi, bu turib tursa, endi xuddi shuni, shu hisobotni statiya kesimida, ya'ni xarajatlar kesimidagini ham tortib olamiz. Bu yerda ham 01 31 12 24 holatiga bersak, oson bo'ladi. Mana bu yerda ham filtr qo'yib olamiz. Xo'p, keyingi qiladigan ishimiz shu qoldiqlarni. Hop, nimaga hozir maytda nima qilibmiz, shashilibmiz. Maytga nimani qo'yib olsak, oson yo'li bor ajratishda. Mana qoldiqlarni eskidan yechib, yangiga olib o'tamiz. Mana bu yerda 159 da bitta ekan, 160, 61, 62 da ikkita shotda bor ekan, 72, mana xizmat safari ham bor ekan, 73, 73, 76, 76. Mana shularni yangiga qanday olib o'tamiz? Xo'p, buning uchun bundan oldin bu tashkilotda men haligi nima deydi, shu to'g'rilagan yerim bor edi. Birinchi o'rinda biz 159 da olib o'tishimiz kerak. Buning uchun mana dokument, akt выполнения, работаga kiramiz. Kirsak, bu yerda shu mana oxirida turibdi, mana eski SHXV, yangi SHXV deb qo'yganman. O'tgan.
Buning uchun nima qilamiz? Xo'p, buni ham nimasi bor? Provodkasi, tayyor provodkasi bor. Mana уже berilgan. Plus tugmasini bosamiz. Shu yerga 159, 159 ni tanlaymiz. Ya pastdagini tanlab qo'ymayman. 341 900, 151 900 tanlaysiz. Misol bu yerda 201-25-yil tanlaysiz. Endi bu qarang. Bu misol mana 42-22, ya'ni shu gazni ta'minoti bilan nimasi ekan, haqdorligi ekan. Endi bu yerda shu gazni tanlaysiz, nimani, o'zingizni haqdorligingiz kimda bo'lsa, hop, keyin shartnomasini belgilaysiz. Endi shartnoma bilmayman qayerda kiritilgan, shuning uchun men 2020-yilni tanlab beraman. Hop, mana chiqdi. 23-yildagi shartnoma bo'yicha ekan bu. Mana chiqdi. Shuni tanlaymiz. Endi qarang, statiyaga 42, 22, 3 ta 0. Mana prirodniy gaz tanlaymiz. Endi qarang, bu yerda aytyaptiki debitor deyapti, to'g'rimi? Bu ya'ni eski hisob raqamda debitorda turibdi. Endi biz eski hisob raqamga yangi hisob raqamni tanlaymiz. Buni nimasi bor? Anaqa rasmdagi o'xshagani bor. Eski tomoniga eskini tanlaymiz. Bu yerga nimadir yozamiz. Yana pastga xuddi shu gazni o'zini tanlaymiz. Shu eski shartnomani tanlaymiz. Xo'p, chiqamikan hozir kontragent va INS necha ekan? Hop, hozir do'g'ri yozaylik. Nomer. Mana chiqdi. Hudud gaz chiqdi. Shuni ko'pchilik yana savol beryapti. Agar deyapti, menda deyapti, shu ta'minotchi 23-24 da bor edi, lekin yangi 25 da bunga shartnoma kiritish kerakmi, kiritish kerak emasmi degan savollardan berdi. Kiritish shart emas, o'sha eski shartnomangizni o'zini tanlab berasiz. Endi bu yerga shu summani berasiz, plyus bosasiz, saqlanib dezasiz, provident qilasiz. Bo'ldi. Eskidan yangiga mana gazingizni qoldig'i o'tadi. Mana ko'rsangiz, ya'ni yangi debitlanyapti, eski shot kreditlanyapti. Eski shotda bu debit edi, kredit bo'lgandan keyin yopilyapti, yangiga o'tyapti. Bo'ldi. Bu analizda chiqmaydi. Yopildi bu masala. Endi keyingi masala ish haqqi bilan bog'liq masalalarni endi gaplashib o'tamiz hozir. Endi mana boshqa qoldiqlar, ya'ni ish haqqi, pish haqqilarni shu xizmat safarlarini yangi shaxsiy xazina hisob raqamiga o'tkazishga qanday provodka beramiz? Bu yerdan bundan oldin dasturda shunaqa imkoniyat bor ediki, ispravительный bo'limida, tuzatish bo'limida misol summani minus ishorasi bilan bersa bo'lar edi. Kiritganlar kiritib o'tkazib oldi buni. Misol yangi eski shotga o'tkazib oldi. Hozir endi minus ishorasi bilan kiritilmayapti. Lekin kuni kecha Telegram kanallardan yangilik keldi. Mana bu yangilik. Ya'ni endi misol 173 280 280 173 provodka berilsa analizda chiqmaydi deb keldi. Lekin bu ma'lumot chiqishidan oldin tekshirilganda bu chiqar edi. Faqat nima deydi? Eski hisob raqamdan qoldi yetsa bo'lardi, lekin yangi o'tkazganda shu analizda chiqib qolardi. Endi mana bu yerda qiziqarli narsa deyapti. Mana misol ID subshot, ya'ni shunaqa IDli subshotlarda tanlaysan demoqchi bu yerda. Shu nimani tanlasangiz, shunda muammo bo'lmaydi deyapti. Ya'ni bir SHV yopilib, boshqa ochilsa va tegishli debitor kreditor qarzdorliklarini 280 285 gacha yozyapti. Mana 362 misol qada bu yerda bormi? 362. Misol 363, 364, 67 IDli subshotlar bilan olib tashlansa deyapti, analizda chiqayotgandi deyapti. Shuningdek deyapti, kontur shotlardan faqat bittasi tanlansa bo'layotgandi deyapti. Mazkur tuzatish provodkalari analizga chiqmaydigan qilindi, yana kontur shotlardan xohlagan tanlasa bo'ladigan qilindi. Endi misol deyapti, bu yerda masalan SHVda kreditorlik qarzdorlik yangi SHVga o'tkazilayotgan bo'lsa, quyidagi tuzatish beriladi deyapti. Bu deyaptiki, sizlar deyapti tuzatish provodkasidan, ya'ni shu yerdan ispravительный plyusni bosib deyapti. Qani 285-shakl bo'yicha ko'rsatay. Misol 160 nima deyapti? Nima deydi? Kreditor deyapti. Buni deyapti, siz avtomatik mana 160 ni tanlaysiz. Tanlaganingizdan keyin statyani tanlaysiz, 280 ni belgilasangiz, eski hisob raqamlarni tanlasangiz, yechilyapti. Endi shu kreditorni yangiga olib o'tish uchun misol 280, misol bu yerda misol 160 tanlanayotganda, misol bunisi tanlanayotganda, mantiga shu yerga yangi shaxsiy xazina hisob raqamini berayotganingizda bu chiqyapti.
Endi unaqa emas. Endi misol 160 shu kreditor bo'lsa, kreditor tanlab turib bersangiz, shu analizda chiqmaydigan qilinibdi. Lekin men tekshirmadim. Sizlar qilinglar. Agar muammo bo'lsa, shu gruppani nimani videoda kommentariyasiga yozsanglar, birgalikda ko'rib o'tamiz. Shu asnoda mana yozyapti bu yerda. Hop 150, 59, 60, 61, 62, misol 71, shu 72, 74, 76, 79larda qoldiqlarni shu asnoda o'tkazsanglar bo'ladi deyapti. Kiritinglar, o'tkazinglar shu qoldiqlarni. Bu holatda men minus ishorasi bilan kiritish imkoni bor paytida kiritilgan edi. Mana turibdi, mana ko'ryapsiz, provident. Kiritib o'tkazib olganman. O'tkazilgan bu tashkilotda bo'ldi. Xo'p, bu ish haqqilarni ham o'tkazib bo'lgandan keyin nima qilamiz? Xo'p, mana hop bu yerda misol tanlaymiz. Mana 4001. Mana eski 4001 qilsak, bu yerda qoldig'i yo'q, hech narsa qoldig'i ekan bunda. Mana yana bittasida misol mana 112 da pul turibdi. 667.167 so'm. Bu qoldiqni qanday qilib o'tkazamiz? Bundan rosa ko'pchilik muammo bo'lyapti. Mana misol endi o'rganayotganlarda bo'lyapti. Kiritayotganda 283 112 provodka bilan o'tkazasizlar. Hozir shu haqida nimam bor edi. Shu yerda mana 283 112 beradi. Kimdir shuni 262 112 qilib turib o'tkazib olgan. Bu noto'g'ri. Unda 285-shot nimangiz 285 shaklingiz ikkita shotda osilib qoladi. Ya'ni 262 da debitda pul bo'lib qoladi. Lekin siz 283 bilan yopsangiz, mana moliyaviy natijangiz bir yo'la shu summaga yopilib ketadi. Siz bu yerda 283 bilan yopiladigan narsani 262 bilan yopyapsiz. Mana menda rasm bor edi. Mana yozyapman. Agar deyapman yil boshiga, ya'ni mana shu yil boshiga qoldiq. Mana yil boshiga qoldiq. Eski hisob raqamda shotlarda mablag' qolgan bo'lsa, yangi SHVga quyidagicha o'tkaziladi. Ya'ni moliyaviy natijasi bilan o'tkaziladi deyilyapman. Agar deyapman, misol siz yangi SHV ochgansiz, lekin eski SHVingizga ham 1-yanvardan 31-martgacha pul tushdi. Pul tushib qoldi. Lekin bundan siz hech qanaqa оборот qilishingiz kerak emas. U holda qanday yopiladi desangiz, shu unda shu 262 bilan yopasiz. Chunki 112 262 bilan pul qabul qilganingizdan keyin 262 112 bilan yopsangiz ikki tomon yopiladi. Lekin yil boshida qoldi siz misol 262 qilib turib, misol 112 bilan yil boshida qoldi o'tkazib qo'ysangiz 262 osilib qoladi. Buni 283 bilan yopsangiz 112 ni moliyaviy natijasi 283 da bo'lgani uchun bu 283 yopilib ketadi. 112 debitingiz kredit bo'lgandan keyin qoldiq qolmaydi. Tushundinglar-da? Mana shunga e'tibor beringlar. Ya'ni qoldiqlarda yangi SHVga o'tkazayotganda shu tartibda o'tkazinglar. Xohlasanglar video to'xtatib qo'yib yozib olinglar. Bo'lsam kommentariyaga yoki Telegram gruppaga yozsanglar tashlab beraman. Xo'p, bo'ldi. Shu bilan mana qoldiqni o'tkazdingiz. Endi yana mana 25-yildan shaxsiy xazina hisob raqamlariga, misol shu budjetdan tashqari mablag'larga pul tushganda kirimini qilish tartibi ham o'zgardi. Ya'ni hozir to'g'ridan to'g'ri pullarni hisob raqamga kirish imkoni yo'qoldi. Misol mana va yangi desak, mana misol поступление qilsak, mana 1 2 3 4 ta поступление bo'lgan. Endi bu поступленияni hozir mana nimasini ko'ramiz, provodkasini. Xo'p, mana ko'rsanglar 151 900, ya'ni 112 159 bilan kirim qilinadigan qilindi yoki naqd pulda, misol kimdir naqd pul topshirsa, naqd pulda kirim qilinadigan qilindi. Buni endi ko'p nima qiladi. Endi buni qilsa ko'pchilik aytayapti, meni 159imda pul ishib qolyapti. Ya'ni 159imda nima bo'lib qolyapti? Buni qanday yopaman desanglar, buni yana aytgancha, yana bundan oldingi holatda, ya'ni buni qoldiqni o'tkazayotganda, qoldiq o'tda yangi shaxsiy hisob raqamga hozir ko'rib qoldim. Yangi shaxsiy hisob raqamga o'tganda buni sizlar 112 262 qilib kirim qilmanglar. 112 283 qilib kirim qilinglar. Mana shu moliyaviy natijasi bilan eski hisob raqamdagi mana
поступление прошлого гоda tushum tushyapti yangiga. Shu provodkani beringlar. 262 bilan kirim qilib qo'ymanglar buni. Bu noto'g'ri bo'ladi. Xo'p, chunki dohodingiz oshib ketib qoladi-da 260. 262 bu dohod. RJda dohodda. Bu o'tgan yilgi уже kelib tushib bo'lgan dohodni yana bu yilga dohod qilib qo'ysangiz bo'lmaydi-da. Bu shuncha bu 283 bilan qilsangiz, bu odam tushunadiki, bu moliyaviy natija o'sha eskidagi ishayotgan bo'lib qoladi xolos. Moliyaviy natija bittasidan kamayib, ikkinchisiga o'tayotgan bo'lib qoladi, lekin umumiy summa o'zgarmaydi. Umumiy balansdagi summa o'zgarmaydi. Xo'p, qarang, endi hozir mana kirim haqida gaplashyapmiz. 112 159. Shu bilan kirim qilyapti nima buxgalterlar. Lekin 159 da pul paydo bo'lib qolyapti ham. Misol, oddiy misol, mana mana bir kvartalda tushgan pulni hisoblaylik. Hop, 1.994.000, hop, 5.613.000, 508.80 va uchinchisi 2.435, 468, 43. Mana 3 ta pulni jamlasak, mana 10.042.977 pul tushgan. Endi buni biz xuddi shu summaga birinchi kvartalga natsleniya qilishimiz kerak. Mana bu yerda qarasanglar, subkonto, ya'ni men shu misol bu Farg'ona hududiy elektrosetidan tushgan bo'lsa ham, lekin subkontoga men tashkilotni o'zini kiritib qo'ydim. Hali bosh og'riq qilmasligi uchun. Nima deydi? Misol siz hozir kirim qilayotganingizda, misol Farg'ona hududiy elektrosetga siz hozir bitta shartnoma kiritishingiz kerak. Bu universal kassa, misol ichiga kirsangiz yozyapti. Xo'p, mana Mashal qurilish firmasi bilan siz shartnoma kiritishingiz kerak. Ya'ni miyiz achib ketadi-da, misol endi o'rganayotgan odam uchun. Lekin bu misol umumiy bitta o'zingiz tashkilotingizga qilib qo'ysangiz, shu o'zingiz tashkilotingizda aylanaveradi. Mana buning uchun qayerdan bu kiritamiz bu начисленияni? Dokumentdan прочие начисления, mana начисление платные услуг kiritsak, mana qarasangiz, mana yangi hisob raqamga mana provodka berilyapti. 112 yo'q, 159 262 berilyapti. Mana natsiyani kiritilyapti. Tushgan pul 10.042, ya'ni mana shu tushgan pulga, mana tushgan pulimiz mana 10.042.977 ga mana kirim qilinyapti. 48.21.190 va pullar ham mana kirimi 48.21.190 dan pul tushyapti. Shu bilan yopilyapti. Siz misol bu yerga boshqa statya, tushumligiga boshqa statya qilib qo'ysangiz, bu analizingizda chiqib qoladi. Shuning uchun ehtiyot bo'ling. Qaysi statya bo'lsa, shu statyani belgilab yopilishi kerak. Hamma har xil qilib nima qilasiz? Nima deydi? Hamma har xil qilib yurityapti. Endi o'zi biladi, hamma o'zi biladi, lekin meni maslahatim xolos bu. Bu qilinglar deyilgan emas. Xo'p, endi bu shartnomani qayerdan kiritamiz desanglar, bu oson. Mana dokument, platejni dokumentdan dogovorga kirib turib, hop, kiritsanglar, mana ikkita dohod. Bittasi eski hisob raqamiga pul tushib qolgan. Shuning uchun buni kiritganman. Mana yangi hisob raqamiga ham shartnoma kiritganman. Mana kirsanglar, yozib qo'yganman tushumlar, misol summasi 1, dogovor summasi 1, spesifikasiyani tanlaysizlar bo'ldi. Shu yerda tashkilotni moddiy rag'batlantirish, rivojlantirish qilib, yuridiskiy обязательства kiritasizlar. Bu tasdiqlab qo'ysanglar, keyin safar mana pulli xizmat kiritayotganda, tushumlar kiritayotganda shu nimani tashkilotingiz o'zi kiritgan shartnomangizni tanlab kiritaverasiz. Bo'ldi, bu bilan nima deydi? Tushumlar o'sha nima deydi? Speshyotga tushumlar ham masalasi shu tartibda nima deydi? Yuritasiz. Xo'p, keyingi etap. Xo'p, bu yog'i oddiy narsalar, nima deydi? O'sha fakturalar, misol kirim-pirim, shu nima olgan bo'lsangiz, bular to'g'rilaysiz. Buni to'g'riligini tekshirish uchun g'azna klient shu informatsiya движение средств по лицевым счетga kirasiz. Bu yerga berasiz 010125 31 03 25, ya'ni birinchi chorak berasiz. Xo'p, shu bari yangi SHXVlarni tekshirasiz. Misol mana 202 million shu hammasi bir xil bo'lishi kerak. Misol qani keyingisi mana buningiz ham shu hammasi tengligini tekshirasiz. Hisob shakllantirib jo'natishingizdan oldin. Shu bilan bunga kassa bilan tushumni tenglashtirib olganingizdan keyin kassani to'g'riligini tekshirib chiqasiz. Ya'ni shu smeta исполнения degan narsasi bor. Hamma hisob raqamni ko'rsatib beradi. Shu yerda ham hozir ko'rsak, mana raznica qator bor. Shu yerda raznica qatorida hech qanaqa summa bo'lmashi kerak. Agar summa bo'lsa, buni yopishingiz kerak. Ya'ni yo kassasi noto'g'ri bo'ladi yoki sizni buxgalteriya tomoningiz noto'g'ri bo'ladi. Tushundingiz-a? Mana hamma shu yerda xuddi shu tomon bilan belgilab olasiz. Bo'ldi. Hamma narsani qilib bo'lganingizdan keyin oxirgi shu
yuritib bo'lganingizdan keyin oxiri yana 285-shakliga kelasiz. Endi bu yerda endi shaxsiy g'azna hisob raqamlarni tenglashtiramiz. Hammasini tenglashtiramiz. Yangi eskisi farqi yo'q. Mana hammasi teng bo'lishi kerak. Bo'lsam balansiz aktiv passiv tomon tengmas deb o'tmaydi. Mana hozir sizga qilingan. Buning uchun nima qilish kerakligini ham aytib o'taman. Xo'p. Mana misol belgilasak, mana bu yerda yangi eskisi bor. Mana birinchi eskini tanlaymiz. Mana qarasangiz, eski to'liq 00. Uje eskida qolmagan. Nimaiki оборот bo'lgan bo'lsa, hammasi yangiga o'tkazilgan. Hozir hammasini ko'rsataman. Mana yopilgan. Xo'p, keyingi budjet. Ya'ni bu yangi hisob raqam. Mana shu yangi hisob raqam yilning boshi 0 edi. Mana chorak davomida o'tdi va chorak oxiriga mana qoldiqlar paydo bo'ldi. Hammasi o'tdi. Mana misol eskiga qayta baholash ham, misol nimaiki bo'lgan bo'lsa 280 hammasi o'tdi. Xo'p, mana misol 4001. 4001 ham eski hisob raqam 0, hammasi 0 bo'lishi kerak sizlarda. Agar to'liq o'tkazib olgan bo'lsanglar, hop bu yangisi, mana yangiga o'tgan. Xo'p, keyingisi 4004. Mana 4004 ham yopiq 0, keyin 4009 lik. Mana 4009 likda eski hisob raqamda 40 million 180 ming kreditda turibdi. Moliyaviy natijasi minusda turibdi. Endi bu talabalar bilan hisob kitobi bor ekan. Xullas mana 175 da 40 million 180 ming kreditda turibdi. Mana shuni aksi tomoni 282 da mana minusda turibdi. Xullas itokda bunday mana misol teng hisoblayman desangiz, ikki tomon ham 0 chiqadi. Teng chiqadi. Nima 285 da shu shot. Xo'p, mana bu 4009 bu uje bu yana bitta hisob raqami. 4009 da ko'p ekan. Bu yana bitta eski hisob raqami. Mana bu yerda ham qoldi, mana eski hisob raqamiga qoldiq tushib qolgan. Nima deydi? Yil davomida 175 da mana debitida pul bor ekan. 175 da kreditida pul bor ekan va 282 da moliyaviy natijasi minusda ekan. Ya'ni ikki tomonni qo'shsangiz, mana summa bir xil. Mana 0. Ikki tomon debit ham hammasini qo'shsangiz, kredit tomonini qo'shsangiz, summa teng bo'lishi kerak. Teng bo'lmasa balansiz o'tmaydi. Asosiy nima bu yana bitta. Mana bu uje yangi nima? Yangi 4009 lik hisob raqami. Mana bu yerda ham hammasi mana bunday olamiz. Mana hafta summani beramiz. Buni shu yerga ko'chiramiz. Bu tomonga ko'chirsak, mana bir xil. Ariymiz va 0. Qoldiq yo'q mana. Hammasini qo'shib chiqyapti. Ayirsangiz 0. Xullas 285-shaklingiz politsion счет ham hammasi debit kredit teng bo'lishi kerak. Endi hamma shu asosiy vositalaringizni, qoldiqlaringizni hammasini o'tkazib olganingizdan keyin buni tenglashtirish uchun misol tuzatish provodkasiga o'tamiz. Mana misol oddiy misol, siz shu qaysi tomonda misol to'g'ri kelmayotgan bo'lsa, misol moliyaviy natijasi shu qolib ketayotgan bo'lsa, shu moliyaviy natijasini yangiga o'tkazishga provodka berasiz. Mana oddiy misol buni ko'rsak, mana ma'dan boshlangan. Xo'p, qani? Mana 280, 283. Nimaga 280, 283 deb bir-biriga beryapman desam, bu yerda nima bo'lgan? Misol 4009 dagi ish haqqini 283 bilan misol 173 da yechsiz, summa yechilmaydi. Shu budjetga analizda budjetga hisoblangan degan yeriga summa paydo bo'lib qoladi. 4009 shu 4006 mi ekan nimadir shu qanaqadir shu 173 bilan 171 ni yechayotganingizda faqat 280 bilan yeching. Shu 280 bilan yechilgan, mana oddiy qanani mana shu yerda bor, ko'rsataman. Shuni agar 283 bilan yechilganda analizda summa chiqib qolayotgan bo'lgan. Shuning uchun 280 bilan yechilganda keyin analizda chiqmagan. Keyin itokda shu hamma shu 4009 lar ham 280 bilan yechilgan summalarni mana 283 ga provodga berilgan. Hammasini 48, 21, 190 bilan beraverasiz. Mana bu yerda hatto qayta baholash summalari ham yangiga o'tkazilgan. Mana 281, 282 misol 200 yil boshiga mana bunda ochsak 4009 da ochsak ko'p tashkilotlar hatto mana yil boshiga o'ziga tegishli bo'lmagan moliyaviy natijalarni ham nima deydi, o'tkazib yuborgan. Ya'ni bu qachon paydo bo'lgan? Kuniy provodga berayotganda, shashilganda 282 ni o'rniga 281 qilib berilib tashagan. Shuning uchun bu ikkosi mana bittaga jamlangan. Mana shunaqa narsalarni ham
mana bo'lsa mana 281 yechilib 282 ga o'tkazilyapti. Xo'p, mana 282 dan 283 ta puli ham bo'lgan mana 283 ta ham qanaqadir pul bo'lgan. Shu 283 ham 282 ga o'tkazilganda, mana misol mana SHXVda 283 ta ham, ya'ni RJD moliyaviy natijasida ham pul bo'lgan. Mana 4001 bilan qanaqadir bog'liq muammo bo'lgan, shu yechilgan, o'tkazilgan. Shu hamma to'g'ri nima bo'lish tenglashtirish uchun shu moliyaviy hammasini o'zini moliyaviy natijasiga provodga berib chiqasiz, shu summaga. Mana 4001 bo'lsa 4001, 4009 bo'lsa 4009 qilib shu 2-yanvar bilan berib chiqasiz. Itokda 285-shaklingiz teng bo'lishi kerak. Hamma shaxsiy g'azna hisob raqam teng bo'lishi kerak. Yangisi ham, eskisi ham. U bittasi ko'p, bittasi kam bo'lib, umumiy tenglik bo'lmashi kerak. Mana ko'rdingiz-a? Mana shu yerda mana bir-biriga berilib yopilgan. Shu yopib berilgandan keyin, o'sha hamma narsani qilib bo'lganingizdan keyin mana hisobotlarni berasiz, dastur hamma narsani o'tkazasiz. Yana ko'pchilik shashiladi, yuqori turuvchiga jo'natiladigan hisobotlarda hamma shu litsevoy bo'yicha nima shakllaringiz tasdiqlangandan keyin jo'nating. Mana misol mana nima debito kreditora misol mana mana misol birinchi oyda jo'natganingizdan keyin adobrin bo'ladimi? Mana debito kreditorni mana umumiysi jo'natishingizdan oldin adobrin turi, providion tursini uni jo'natmang. Hamma shu balansingizgacha o'tgandan keyin mana misol balansi, mana balansda ham birinchi chorakda hamma shaklingiz o'tib, balansingizni mana birinchi umumiy balansingiz, mana birinchi chorak umumiy balansingiz providion holatga kelgandan keyingina hamma shakllaringizni o'sha yuqori turuvchi yoki moliya yo g'aznachilikka misol jo'nating. Agar bir chekkadan jo'natib turib nimadir xato bo'lib qolsa, ularga telefon qilib qaytar, vaqt ket, shu bilan o'zingiz ham nimangiz bo'ladi. Shashilmang, gruppaga kirib, shu yerda misol yozishingiz mumkin. Mana misol meni nimani topmoqchi bo'lsangiz, Telegramdan poistga Andijon desangiz, Andijan desangiz bu chatimiz, ya'ni chatga kirasiz. Chatda mana sekin-sekin obunachilar ko'payyapti. Shu yerda iloji boricha shu UzAzbo bilan bog'liq muammolarni hal qilamiz. Agar tuzuk bo'lib qolsam, shu haftaning oxirigami video chat qilaman. Har bitta shu kim qatnashgan bo'lsa, qatnashsa, shular bilan gaplashamiz. Keyingisi mana Andijon desangiz, kanalimga kirasiz. Kanalda kerakli dasturlar bor bu yerda. Kimdir balkim ishlatadi, misol mana Zoom bor, Skype bor, misol shularni ko'chirib olishi mumkin. Hammasi tekin. Mana shu bilan mana bitta tashkilotda mana shu balansigacha topshirilgan holatda qilingan ishlarni sizlarga aytib o'tdim. Salomat bo'linglar, hech kim kasal bo'lmasin. Kommentariyada, gruppalarda savollar bo'lsa yozinglar, o'zingizlarni yod qilinglar.